o'g'il bolalarga yosh jihatidan 12 yoshdan, qiz bolalarga 9 yoshdan namozni o'qishligini shart deyiladi. Aslida jismonan balog'atga yetgandan keyin farz bo'ladi, lekin o'sha jismonan balog'atga yetishlikni ko'pchilik aniq bilmaganligi tufayli ertaroq boshlanadi. Nimaga? Balog'atga yetsa ham o'zi davom etib ketaveradi keyin degan ma'noda. Ertaroq boshlab qo'ygan yaxshi-da. Undan avval o'qigani farzandlar namoz farz bo'lishidan avval o'qib yurgan namozlarning hammasining savobi ota-onasiga bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarini qancha erta namozga boshlatsalaring, o'rgatsalaring, shuncha sizlarga savob. Shuncha savob bo'laveradi. Shuni bilib qo'yinglar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muru avladakum bis-solati va hum abna'u sab'in wadribuhum va hum abna'u 10 deganlar. Aw kama qala Rasululloh. Ya'ni farzandlaringizni 7 yoshga yetganida namozga buyuringlar. Agar 10 yoshga yetganda o'qimasa uringlar deganlar.